Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Görüyatqanlar Uyğur Nidası televiziyası həftəlik xəbərləri. Mən Xumaray Bəxtiyar. Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Mən Jalaldin Sədirdin. Tövəndə diqqətinizə sunduğumuz həftəlik xalqara xəbərlər və vəqələr. Qani diqqətinizlər ekranımızda bolsun. Balochiston Azadlıq Armiyası Xitay konsulxanasına hücum qildi. Balochiston Azadlıq Armiyası Xitay konsulxanasına hücum qildi. 23 noyabr Pakistan Karachiga joylashgan Xitay konsulxanası hüjumga uchrab 7 odam qazo qildi. Hüjum qilguvchilar o'ldirildi. Balochiston bo'lgunchi tashkiloti Balochiston Azadlıq Armiyasi mazkur hüjumga mas'ul ekanligini bildirdi. Balochiston bo'lgunchilari Xitoy hukumatini ogohlantirib, Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridori nomida Balochiston o'lkasining tabiiy boyliqlari va zaminini egallab olmaslikni, bo'lmasa ularning yana hujum qo'zg'aydiganligini bildirdi. 1947-yili Pokiston Cumhuriyati Hindistondan ayrilib chiqqanda Balochiston o'lkasimi mustaqillik e'lon qilgan. Biroq bir yildan keyin Pokiston armiyasining bostirishi bilan mag'lub bo'lgan. Keyincha Balochiston ko'p qatim yuksak avtonomiya talab qilgan bo'lsa-mu rad qilingan. Sovet ittifoqi Afg'onistonni besib olganda Afg'oniston qarshilik kuchlarining tayanch bazasi Pokistonni parchalash uchun Balochiston bo'lgunchilarini qo'llab, Balochiston Azadlıq Armiyasini qurib chiqqan. Sovet ittifoqi parchalangandan keyin ularning iqtisodiy manbasi uzilib qolgan. 11-sentabr voqeasidan keyin Amerika Afg'onistondagi Talibanlarga zarba berish uchun Balochiston qurolli kuchlarini qaytadan jonlantirib yordam bergan. Yerlik xalq Pokistonlik Panjablarning Balochistonliklarni boshqurishiga qarshi ularning qo'shini 500 dan oshmasa-mu Balochistonda zo'r ta'sir kuchga ega. Xitoy-Pokiston koridorining kelib chiqishini 2008-yildan boshlab so'zlashga to'g'ri keladi. U chaqda Pokiston Xalq partiyasi hokimiyat tutayotgan mezgil bo'lib, ayni vaqtdagi prezident Asif Ali Zardari Xitoyni ko'p qatim ziyorat qilgan. Shuningdan keyin Gwadar portining ijroiyat bo'limi Singapur shirkatidan Xitoy shirkatiga o'zgargan. Pokiston musulmonlar ittifoqi hukumatning bu qarorini rad qilgan va ayni vaqtda Gwadar porti Singapur shirkatidan Xitoy shirkatiga o'tkazib berilganda birmu Balochistonlikning kelishim maydonida yo'q ekanligini, shunga buningga rozi bo'lmaydiganligini aytgan. Balochiston rahbarlari va oshqun tashkilotlarining qarashicha Pokiston hukumatı Balochistonning bo'libmi Gwadarning taqdirini belgilaydigan bu qarorni chiqarganda ba'zi o'lka darajalik amaldorlarmi xabarsiz qolgan. Xitoy va Pokiston hukumatı iqtisodiy koridorining Pokistonni bo'libmi Balochiston'ni islohot qilganligi, iqtisodiy koridor turi orqali Balochiston qatorliq har qaysi rayonlarda zo'r ko'lamlik islohotlar maydonga kelib, bu rayonlarni gullantirganligini jakarladi. Masalan, Xitoy hukumatı Balochistonning dengiz porti Gwadarni o'tkazib olgan bo'lib, Gwadar porti mazkur rayon iqtisodiy taraqqiyotining gullangan namoyandasi deb tonishtirildi. Agar ahvol rostilla Xitoy hukumatı aytgandek bo'lib, iqtisodiy koridor Balochiston o'lkasining taraqqiyotiga foydali bo'lsa, nimishqa Balochiston'dagi bir qism kishilar mazkur mablag' turiga qarshi chiqdi, hatto buning uchun odam o'ltirishdanmi yonmaydi. Mazkur turga yolg'iz asabiy unsurlarla qarshi bo'lmasdan, qo'lida to'mirning sunuqimi yo'q millatchi kollektiv va bir qism rahbarlarmi qarshi. Undaqda Balochiston millatchilarining nima dardi bor? Ularning dardi bo'lsa, bu iqtisodiy koridor mablag' turining ularga hech qanday foydasi yo'q. Ularning hatto mazkur mablag' turida qaror chiqarish huquqi yo'q. Undan boshqa Pokistondagi har bir oila tabiiy gaz ishlatadi. Ammo tabiiy gaz miqdori eng mo'l hisoblanadigan Balochiston o'lkasidagi o'ltiroq aholilarning uyida tabiiy gaz yiqilg'u aslahalari yo'q bo'lib,
Balochiston millatchilari buni Xitoy bilan Pokiston hukumatining Balochiston'daki tabiiy gaz ve baylıklarını zorluk bilen egallab olishidan ko'rdi. Gerçi Gvadarda o'zgarishlar tez bo'lsa-mu, ammo xalqning turmushida hech qanday yaxshilanish bo'lgani yo'q. Portqa yangi uskunalar o'rnatilib, yo'llar yasilib, qurilishlar selinib, yangi mustamlika rayoni shakllantirilgan bilan xalq orzu qilgan eng oddiy narsalar ro'yobga chiqmadi. Masalan, turbi suyi, Gvadarning birdan bir suv manbasi Akram suv to'smasi. Akram suv to'smasi garchi Gvadar kenti uchun bir necha hafta suv ta'minlagan bo'lsa-mu, keyin to'xtab ketgan. Yerliklar suv erish uchun uzun saqlashga majbur bo'lgan. Yana biri Gvadarga kelgan injener va amaldorlar ko'p bo'lsa-mu, yerliklardan bek oz bo'lib, xizmat fursati va savdo fursatidan yerliklar hech qancha manfaatlanmagan. Butkul Balochiston rayonida harbiy punktlar izchil holda qurolli kuchlar, siyosiyonlar va Balochiston millatchilarining nishoni bo'lib kelgan bo'lib, harbiy punktlarning ko'pinchisi sobiq harbiy diktator Parvaz Musharrafning plani bilan Balochiston millatchilariga qarshi qurib chiqilgan. Balochiston rahbari Navob Akbar o'ldirilgandan keyin Pokiston hukumati kontrollikni kuchaytirish uchun texmi ko'p harbiy gazarma punktlarni qurgan va chet yoqidagi yerliklarni qo'g'dashni maqsad qilganligini aytgan. Balochistonliklarga nisbatan bu punktlar ularga qilingan haqorat. Mazkur rayonda bexatarlik qismlari, chegara qo'g'dash qismi va dengiz mudofaa qismlari bor. Balochistonliklarning milliy vakili, parlament a'zosi Sana Baloch norozilik bildirib, Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridorining amonligi uchun Pokiston hukumati mazkur rayonda harbiy qismni texmi kuchaytirganligi, agar ahvol og'irlashsa texmi ko'p masala ko'riladiganligini eskartdi. Siyosiy zulmga uchrayotgan Balochiston xalqi mazkur rayonda harbiy qo'shinning ko'payishi qurolli to'qinishni kuchaytsa, fuqarolarning turmushi bevosita ta'sirga uchrashidan andish qilmoqda. Rossiya Ukraina paraxodlarini tutib oldi. Rossiya Ukraina paraxodlarini tutqun qildi. 27 noyabr Rossiya Ukrainaning harbiy kemasining qonunsiz holda Rossiya dengiz tavalligiga kirganligini aybladi va qurolli kuch bilan Ukrainaning 3 dona paraxodi va g'avvoslarini tutqun qildi. Ukraina hukumati Rossiyadan eng oson hujumga uchraydigan chegarasida 30 kunlik harbiy holat yo'lga qo'yilganligini jakarladi. Buningdan ilgari Ukraina prezidenti Poroshenko Ukraina territoriyasining og'ir tajovuzchilikka uchrayotganligidan ogohlantirgan edi. Qrim yarim oroli dengiz bo'yida Ukrainaning 3 dona harbiy paraxodini musodir qilgandan keyin Ukraina taraf o'zini qo'g'dash uchun harbiy holatga o'tib, qaytarma hujumga tayyorlanganligini jakarladi. Amerika davlat mushoviri Rossiyaning qilmishini aybladi va ikki tarafni o'zini tutib olishga chaqirdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi mazkur masala ustida jiddiy yig'in ochdi. Rossiya bilan Qrim yarim orolini Kirich bo'g'izi ayirib turadigan bo'lib, 2003-yili Rossiya bilan Ukraina Kirich bo'g'izi va Azu dengizini o'rtaq iqtidorchilik qiladiganga kelishgan. Rossiya 2014-yili Ukrainadan Qrim yarim orolini tortib olgan va Ukrainaning sharqidagi Donetsk, Luhansk rayonlarida bo'lginchi kuchlarni kuchkirtib, Ukraina armiyasi bilan urushga solgan. Natijada tumanlagan kishi hayotidan ayrilgan. Rossiya Ukraina bo'lginchilarini qo'llaganligini inkor qilsa-mu, Rossiyadagi fidoyilarning yordam berganligini e'tirof qilgan. Bu yil Rossiya Qrim orolidagi Kirich bo'g'iziga cho'ng ko'rik solgan bo'lib, bu ko'rik Ukraina kemalarining Kirich bo'g'izidan o'tish, Azu dengiziga kirish, Ukrainaning sharqi bilan g'arbiy dengizini tutashtirish qatorliq jihatlarda zo'r to'salg'i paydo qilgan. Amdilikda Rossiya biroqla Kirich bo'g'izi ko'riki ostiga may paraxodidan birini to'xtatib qo'ygan
va Ukraina paraxodlarining o'tishini qat'iy cheklagan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi, Yevropa Ittifoqi va Amerika davlat maslahatchisi Pompeo Rossiyaning qilmishini ayblab, Kirish bo'g'izi Ozu dengiz yo'lini echib etishini talab qilgan. G20 arpısida Amerika prezidenti Trump bilan Xitoy raisi Xi Jinping o'zaro savdo masalalarini kengashmoqchi. G20 davlat uchrashuvi arpısida Trump Xitoy bilan kelishishga tayyor. Amerika prezidenti Donald Trump va Xitoy raisi Xi Jinping juma kuni Argentinaning Buenos Airesda o'tkaziladigan G20 davlat boshliqlari uchrashuvida ko'rishib, o'zaro savdo masalalarini kengashmoqchi. Amerika Davlatlik iqtisodiy komitetining aytishicha, bu qitim o'zliksiz davomlashayotgan Xitoy-Amerika ikki taraf savdo urushini pastqo'yga tushirishning mumkinligi bor ekan. Ammo Trump hukumatı agar bu qitim Xitoy-Amerika ikki taraf o'rtaq bir kelishim hosil qila olmasa, qo'shimcha bajni yo'qotilganligini eslatdi. Aqsaray iqtisod maslahatchisi Larry Kudlow prezident Trumpning Xi Jinping bilan ma'lum shartlar orasida kelishishga tayyor ekanligini bayon qildi. U mundaq 4 nuqtani tilga oldi. Birinchi, aqliy mulk masalasi. Ikkinchi, texnika ko'chirish masalasi. Uchinchi, boj qo'yish va kechirim qilinish chek chegarasi aniq ayrilish masalasi. To'rtinchi, egidorchilik qilishga munosabatlik masalalar cho'qim hal qilinishi kerakligini ta'kidladi. Agar kelishim hosil qilinmasa, Aqsaray 200 milliard dollarlik Xitoy import mollari uchun boj qo'yish va 267 milliard dollarlik Xitoy import mollari uchun bojni yuqoritishi mumkinligini bildirdi. Amerikaning Xitoydagi sobiq elchisi Winston Lord Donald Trumpning savdodagi adolatsizlikni tengshash uchun qo'llanayotgan tadbirining to'g'riligini ta'kidlab mundaq dedi. Boj o'stirishning uzoq muddat davomlashishidan ko'ra, aqliy mulk huquqi, texnik ko'chirish va Xitoy shirkatlariga to'liqlama berish va shunga o'xshash hal qilishga tegishli masalalarni kuchab bartaraf qilish yaxshiroq dedi. Bunun bilan bir vaqtda Beijing savdo urushi yer shari iqtisodining yemirilishini keltirib chiqarganligidan ogohlantirdi. Xitoy savdo ministrligining muavin ministri Wang Shouwen G20 davlat boshliqlari uchrashuvida dunyoviy savdo va mablag' silish ishlari qiyinchilik ahvolga tushib kelayotgan mushundaq vaziyatda xalqaro savdoni qo'g'dash mulohaza qilinishi va bu ahvollarga mas'ul bo'lish kerak dedi. Hürmetli körmənlər, vaqt münasibəti bilan proqramımız müşahidə axırlaşdı. Ko'ngil qo'yib ko'ngilingizga rahmat. Kelar haftalik programmamiz ko'rishgacha omon bo'linglar. Xeyr xoş. Xayr xo'sh.